Joyga kelganimizga 5 kundan o'tgan bo'lsa, haligacha uyda egasi nimaga kech kelyapsan, nimaga erta ketyapsan, mayting unaqa bo'lib qolibdi, meting qolib ketibdi, mayting unaqa bo'lib qolibdi, bo'yni stiga ochilib qolibdi. Umuman unaqa degan yo'q. Даже biz qilayotgan ishda umuman kelib qayerda nima ketyapti, qayerda nima qilyapsizlar deyishgani yo'q. Lekin bunaqa joyda anchadan vaqt ishlaganimiz yo'q edi. Ko'p holatda ishlayotgan joyimizda, ishlayotgan vaqtimizda, ishlayotgan ish ustiga kelib, usta, metingiz unaqa bo'lib qolibdi, metingiz unaqa bo'lib qolibdi deyishadi. Lekin bu joyimizda umuman unaqa bo'lgani yo'q. Uyda egasi aytyaptiki, ertalab kecha deyapti, kech paytlardan keyin mana shu xonani deyapti, bitgan xonani cho'g'di deyapti, lekin o'ta ham cho'tki chiqibdi. Malades deyapti. Shunaqa uyda egasi kamayib ketyapti, bilyapsizlarmi? Ish ustiga kelib olib, metingiz unaqa bo'lib qolibdi, metingiz unaqa bo'lib qolibdi, mana stiga ochilib qolibdi, metingiz ola bo'lib qolibdi, metingiz lekin mana xudo xolasa umuman bekamik ko'z bo'lib bityapti. Xudo xolasa umuman kasal yo'q. Eng qizig'i 5 kun bo'ldi atiga chiqqanimizga, 2 xonamiz уже bitdi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, sog' salomat bo'linglar.